butun bir katta eventda pastiga tushib olganmiz. Endi sizlarga o'zini ko'taradigan aptechka kerak bo'lmaydi bo'ldi. Shut qo'shilgandan keyin mana bunaqa videolar juda ham ko'payib ketdi. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Police PUBG. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Hamma biladi, 3.7 versiya kirib keldi. U bilan birgalikda yangi bug va lifehack videolar ham keldi. Hozir o'shalarni sinab ko'ramiz. Qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, albatta videomizdan bilib olasiz. Lekin ishoninglar, bugungi videomiz sizga 100% foydali va qiziqarli bo'ladi, ishonaveringlar. Ha aytgancha, bugungi videomizda 120 qo'yilgan, ya'ni 260 uni yutib olish juda ham oson. Kanalga obuna bo'lasizlar, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videomizda 260 g'oliblarni aniqlaymiz. O'tgan videomizda ham 260 ya'ni 120 qo'yilgan edi. U videodagi g'oliblarni videomizda oxirigacha ko'rsangiz, o'shanda aniqlab olamiz. Videoni ko'rishdan oldin yaxshiroq joylashib olinglar. Ovqatlanayotganlarga yoqimli ishtaha. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda biz videoni boshladik. Bugungi videomizdagi birinchi lifehack video ko'rishingiz mumkin. Katta eventda shunaqa joy bor. Mana bu yerga tushib olsanglar, sizlarni Vektor butun qarindoshi bilan qidirsa ham topolmasa ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana men videodagi joyga kelib oldim. Ya'ni katta eventdaman. Katta eventning o'rtasida yashik ochadigan joy bor. Buni hamma bilsa kerak. Mana bu yerga rostdan ham tushib olsa bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bittada o'xshadi, hech narsa bizga to'sqinlik qilmadi. Tushib oldik. Hozir oldimda odam yuribdi. Odam kelsa otib ko'rsatar edim, lekin kelmayapti. Ko'rishingiz mumkin, birinchi lifehack videomiz bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ancha foydali, foydasiz emas, foydali lifehack. Ko'rishingiz mumkin, shunday qilib kirib olsanglar, ursanglar bo'ladi. O'ta krisalikka kirib ketadi bu. Juda ham krisalik qilgan bo'lasizlar. Bu lifehackda o'ynashni bilmaydiganlar, ya'ni yaqinda tortgan, 1-2 haftada tortgan o'yinchilar qilib sinab ko'rsa bo'ladi. FPS kichkinaroq odamlar sinab ko'rib, mana shu yerda o'tirsa bo'ladi. FPS katta pro igroklar bunaqa narsa qilsa, bashi krisalikka kirib qoladi. Bizda bu o'xshadi. Sinab ko'rmoqchi bo'lganlar bemalol qilib ko'rsanglar, bittada o'xshaydigan lifehack ekan. Endi esa biz ikkinchi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, yangilanishdan keyin mana shunaqa nima deydi, hassa qo'shilgan. Hassa bilan mana shunaqa narsa qilsanglar bo'ladi. Shunaqa narsa qilganinglardan keyin o'zini o'zi ko'tarsa bo'ladigan bo'lib qolar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Bu hassani qayerdan olamiz deb turganlar uchun faqatgina eventdan olsanglar bo'lar ekan. Yana bilmadim, men eventdan oldim. Eventning o'rtasini ochsanglar shunaqa hassa berar ekan. Men bilmadim, yana boshqa joydan bersa kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, mana shuni qo'yasizlar. Xo'sh, qani sinab ko'ramiz. Granatani otib o'zimizga nok beramiz. Hozir qani o'zini ko'tarsa, mana yonidan chiqar ekan o'zi. Bo'ldi, o'xshadi. Yonidan ko'rsatib turar ekan bo'ldi. Bitta narsa juda ham foydali tomoni, agar otishma bo'layotgan payti mana shunaqa nayzani bosib qo'yasizlar, o'zingizlar otishib tursanglar bo'ladi. Solo o'ynayotgan bo'lsanglar yoki sherigilar boshqa joyda bo'lib turgan bo'lsa, shunaqa qilib ochsanglar bo'ladi. Mabodo sizlarga nok berib qo'ysa, mana shunday qilib o'zingizlarni ko'tarib olsanglar bo'ladi. O'zini ko'taradigan aptechka umuman kerak bo'lmaydi. Shunaqa hassani olasizlar, bo'ldi. Yana bir gap qolib, bilasizlar, Force Clan'imizga navbat ochganmiz. Plus yana 4 kundan keyin yangi sezon keladi. Rang ko'tarishimiz kerak. Rang ko'taradigan, yaxshi o'ynaydigan 4 kishi kerak bo'lyapti. O'shaning uchun biz 4 kishini yaxshi saralab olishimizga to'g'ri kelyapti. Yaxshilab eshitinglar. Agar sizning muomalangiz yaxshi bo'lsa, akkauntingiz level muhim emas. Akkauntingizda qanaqa turzonot bo'lishidan qat'iy nazar 4-level bo'lsa bo'ldi. Sizni Force Clan'imizga taklif qilib qolamiz. Qo'shilganingizdan keyin chiroyli editlar va videolar olamiz. Glavnisi xarakteringlar yaxshi bo'lsa bo'ldi. Klanga qo'shilmoqchi bo'lganlar tepadagi Telegram kanalimizga o'tsanglar, admin lichkasi deb qo'yilgan. Admin lichkasiga yozasizlar, bo'ldi. Faqatgina admin lichkasiga yozgandan keyin e'lon bo'yicha keldim desanglar bo'ldi. Aytgancha nikilarni o'zgartirishingizga ham to'g'ri keladi. Sizlarni Force Clan'imizga kutib qolamiz. Hammaga rahmat. 3-videomizga o'tadigan bo'lsak, bilasizlar, ko'prik qaytgan, ya'ni Old Erangel ko'prigiga qaytgan. O'sha most tagiga mana shunaqa qilib o'tib olsanglar va mana bu yerga kirib olsanglar, rang ko'tarsanglar bo'lar ekan. Bu yoqda kirib olganinglardan keyin sizlarda hech kim ko'rmaydi, ishonaveringlar. O'zi hozir arang tushdi videoda. Bitta obunachimiz tashlab berdilar. Kattakon rahmat. Hozir esa buni sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Mana videodagi mostga ham kelib oldik. Voy qilib qo'ydik. Voy, o'tib ketdi. Drift ko'ryapsizlarmi bo'ldi? Police drifterda.
Xo'sh, endi nima qilamiz bolalar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga foydali bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga keldi, videoda ko'rsatilgan joy. Xo'sh, mana bu yerdan sekin tushib olamiz. Mana tushib oldik. Endi men voy tushib ketdim. Hozir qaytadan chiqib sinab ko'ramiz bolalar. O'xshar ekan, kirib oldik. Hozir yana qani mana bu yerdan chiqib bo'ladi. Yo'q. Xo'sh. Sekin chiqib olamiz. Kattakon rahmat podpischilar. Yangi sezon kelgandan keyin bizga like va bug videolarni tashlab beryapsizlar. Addi shu rahmat hammaga. Ko'rishinglar mumkin, mana yotib olasizlar bo'ldi. Mana shu yerga kirib olsanglar, sizlarda hech kim ko'rmaydi. Mana biz kirib oldik. Sizlarda qidirib ham bilsa ham sizlar qattaligingizni, sizlarda qidirib kelganicha, men pastdan aynalib kelganicha chiqolmasam kerak. Sizlar otib tashlaysizlar bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, sizlar mana shunaqa qilib rang ko'tarsanglar ham bo'ladi. Bizada bu layfhak o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 4-bug videomizga o'tadigan bo'lsak, bu ham obunachimiz tomonidan kelgan bug video. Обновление kelgan kuni tashlab berdilar. Kattakon rahmat. Qatdan ko'rdilar, bilmadim. O'zlari topganmilar. Hozir biz sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana videodagi joyga ketyapmiz. Unutmanglar bolalar, bu bug faqatgina kichkina eventda o'xshar ekan. Xo'sh, mana bu yerga kelsak, ozgina yorug' joy bor ekan. O'sha yerdan pastga tushib olsak bo'lar ekan mana. Xo'sh, bu ham o'xshadi. Qani u tomonga o'tib ko'ramiz. Voy, chiqib bordik. Xo'sh, yana hozir bitib tushamiz. Mana eventda xuddi mana shu joyda. Hozir biz Livikdamiz. Bilmadim, Erangilda ham o'xshaydimi, yo'qmi? Sinab ko'ringlar, o'xshasa yozib qoldiringlar. Erangilda ham o'xshar ekan deb. Ko'rishinglar mumkin, mana biz butun boshli eventda pastiga tushib olganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bitta narsani aytib qo'yay, tepadan o'q o'tmaydi. Granata va pichoq, xanjar, shunaqa katana, shunaqa narsalarni otsanglar, o'q o'tar ekan. Bu bug bizada o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana bilmadim bu bug qancha turadi va adashmasam 4-5 kunda olib tashlashsa kerak. O'shaning uchun sinab olinglar. Sizlarda ham o'xshaydi 100%. Olib tashlamagan bo'lsa, sizlarda ham 100% o'xshaydi. Shunaqa videolar olsanglar bo'ladi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Keyingi videomizga o'tadigan bo'lsak, kecha mana shu videoni ikkita obunachimiz tashlab berdilar. Xo'sh, ko'rishinglar mumkin, sezonga kirdi. Shut qaytgandan keyin sezonga kirdi, shut turibdi, oldi. Xo'sh, bola, videoni yaxshilab ko'rdim. Ko'rsanglar, videoni qaytarib sizlar ham ko'rsanglar. Umuman montaj plus u video ancha avval olingan. Mana bizda 22-sezon bo'lsa, u 19-sezonda olingan ekan. Keyin videoda ko'rgan bo'lsanglar, mana shunaqa narsalar yo'q. Ko'rishinglar mumkin, u qo'shilmagan. 100% montaj video. Ko'rishinglar mumkin, umuman o'xshamaydigan lifehack yoki bug video. Umuman ishonmanglar, shunaqa videolar chiqsa bolalar, qaytaga shunga bir dona nima deydi, shalba tashab qo'ysanglar bo'ldi. Bizda o'xshamadi, o'xshamaydi ham, sinab o'tirmanglar. Sekingina o'yindan chiqamiz. Xo'sh, mana ko'rdinglar bola, bugungi videomizda 5 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydali emas, hammasini bilib oldinglar. Bugungi 5 ta lifehack va bug videomizdan qaysi biri sizga eng yoqqani bo'ldi, shuni ham kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Sizlar bir dona like bossanglar, bizga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin videomiz reykka chiqishiga sababchi bo'lasiz. Bugungi videomizda 260 qo'yilgan videoni boshida aytganimdek, uni yutib olish juda ham oson. Kanalga obuna bo'lasizlar, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib, dubboy so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videomizda g'olib bo'lishingiz mumkin. Hozir esa o'tgan videomizdagi ikkita g'olibni aniqlab olamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, o'tgan videomizdagi ikkita g'olib shular bo'ladi. Sizlar ham bugungi videomizdan 100 yutib olishingiz mumkin. Agar shunda ham chiqmasangiz, Telegram kanalimizga o'tsangiz, 5 ta 120 konkurs bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Polisi Bugman bo'ldi. Hammaga xayr.